Ko'rib turganingiz haftalik dayjest loyihasi. Men Ikromxo'ja Sa'dillayev va hamkasbim Amina Ismoilova sizlarga oliygohimizda bo'lgan so'nggi yangiliklar haqida xabar beramiz. 2025-yil 17-dekabr sanasida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ogahiy ilmiy-ijodiy merosning o'rganilishi va badiiy tarjima masalalariga qaratilgan 9-xalqaro tarjimashunoslar forumi bo'lib o'tdi. Forum tarjimashunoslik sohasida ilmiy hamkorlikni mustahkamlash, milliy hamda jahon adabiyotini tarjima orqali targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etdi. Forum so'ngida qator soha vakillari ogahiy ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Xuddi shu kuni Nagoya va Shizuoka universiteti vakillaridan iborat Yaponiya delegatsiyasi oliygohimizga tashrif buyurdi. Tashrif davomida tomonlar o'rtasida oliy ta'lim va ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, akademik almashinuv, qo'shma tadqiqotlar hamda istiqbolli loyihalar yuzasidan muhokamalar olib borildi. Joriy yilning 18-dekabr sanasida oliygohimiz rektori Taksiyeva Gulchehra Shavkatovna va Yaponiyaning Hans Global kompaniyasi vakillari o'rtasida rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida yapon tilini o'rganayotgan talabalarning amaliyotlarini Yaponiyada tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishildi. 20-dekabr sanasida esa oliygohimiz rektori Yaponiyaning Tokio chet tillarini o'qitish universiteti rektori bilan rasmiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda jurnalistika, iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar hamda turizm yo'nalishlari uchun maxsus yapon tili kurslarini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. 2025-yil 19-dekabr sanasida Balkom kompaniyasi va Hiroshima universiteti bilan hamkorlikda oliygohimiz huzurida Yoshlar innovatsion markazini tashkil etish bo'yicha bitim imzolandi. 19-dekabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida faoliyat yuritayotgan Sandvoch ansamblining navbatdagi hisobot konserti bo'lib o'tdi. Shuningdek, tadbir so'ngida universitet hayotida faol ishtirok etib, ilmiy va ijtimoiy sohalarda munosib yutuqlarga erishib kelayotgan iqtidorli talabalarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Agar sizlarda ham haftalik dayjestda e'lon qilmoqchi bo'lgan xabarlaringiz bo'lsa, ekrandagi manzillarga yuborishingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.